Hop, kechagi xonadonimizga keldik. Men zakritniy sistemaga to'rtburchak kotyol qo'yib qo'yishgan ekan. Undan oldin mana nasteniyni izi turibdi. Oki nasteniyni kotyol qancha ishlab bergan edi sizga? 10 yil ishladi. 10 yil ishladi. Normal ishladi. Normal ishladi. Asabi bizmasdan. Bizaniki lekin bir kunda asabi bizdi. Mana shunaqa desa bo'ladi. Qisqasi, bu yerda pogrijnoyi bolli podachaga qo'yib ketish kerak ekan. Shuni hisobiga nasosni o'chirib qo'ygan, uy isimagan. Qilingan xatolarni tuzatdik, xudo xolasa. Endi kotyol yoqdik. Yoqqanimizga 1 soatcha bo'lib qoldi. O'sha kotyolning podachalari 60 ta turibdi. Faxriddin aka, xudo xolasa hammasi cho'tkimi? Ishlayaptimi kotyol? Yaxshi. Ko'ngildek bo'ldi endi. Kecha lekin ozgina asabsizlik uchun uzr so'raymiz. Kotyollarimiz qaynadi. Mana buni teplovizorda ko'rsatishimiz ham mumkin sizlarga. 55 gradus ko'rsatyapti kotyolimiz. Mana bu yoqda podachada ham mana 50 ko'rsatib turibdi. Kotyol ichidan chiqishi 55, o'sha bu yoqqa kelganda 50, kelgan bu yo'li mana 3 ta konturga bo'lingan. Bu sistemada bittasi poloviy отопление uchun hamda ikkitasi batareya uchun. Xudo xolasa sistema cho'tki ishlayapti. 377 gibrid kotyolimizni o'rnatdik. 500 kvadratga mo'ljallangan, chunki bu yerda ob'yom kichkina, lekin xudo xolasa bu yoq tomonlarga ham uy solaman deyaptilar. Imorat solganlarda xudo xolasa bizga murojaat qilasiz. Faxriddin aka, kechagi asabsizliklar uchun uzr so'raymiz. Oka, rozi bo'lasiz? Bo'ldi. Mayli, xo'p. Sog' bo'linglar.